Assalomu alaykum barchaga. Kanalimiz obunachilari. Bugungi internet bilan bog'liq muammo bo'lganligi sababli bugungi testimizning yechimlarini so'zlab video holatda tayyorlashga qaror qildik. Xo'p, boshlaymiz. Birinchi misolimiz. D1 D2 D3 parallel deyapti. Berilganlardan foydalanib y burchak qancha demoqchi? Y burchakni so'rayapti bizdan. Xo'p, so'zlar birinchi x burchak topib olsak, bizda parallellar berilgan. Birinchi e'tibor qiladigan joyimiz mana. Bizda 120 miz 4x ga teng. Ichkan mashinasidan yozaman. 4x teng 120 bo'ladigan bo'lsa, x 30 gradusga teng. Endi mana bu chiziqqa qarayman. Bu ichki bir tomonli burchak bo'lganligi uchun y plus 2x plus 6 180 ga teng. Bizda x'imiz 30 gradusga teng-ku. Buni yozaman. Y plus 2 kere 30 60 plus 6 teng 180. Y plus 66 miz 180 ga teng bo'ladigan bo'lsa, y'imiz 114 gradusga teng bo'lar ekan ustozlar. Bu bizada ajoyib turibdi. Xo'p, yechim tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz ustozlar. Ikkinchi masalamiz. AD burchak 19 gradus, AD'si 110, D'si 56 bo'lsa, AB'si burchak qiymatini toping. Xo'p, bizda bumerang xossasi deydi buni turklar. Turklar buni bumerang xossasi deydi. Ular aytadi, bumerang xossasi deydi. Ichkaridagi burchaklarni yig'intisiga teng deydi bu xossani. Xo'p, ustozlar, buni isbotini ko'rib ketamiz. Biz xossani yoddan chiqarib qo'yishimiz mumkin. Kelingizlar, D'ni uzataman. Mana bu P nuqtaga. Bu x burchak bo'lib tursin. Endi ustozlar, bu burchak 110 gradus. Yoyiq burchak 180 gradusga teng bo'lishi uchun bu burchagimiz necha gradusga bu teng bo'lishi kerak? Yoyiq bo'lish uchun 70 gradusga teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Endi uchburchakli ichki burchagi uchinchisining tashqisiga teng. 70 ga 56 126. Ana endi ustozlar, mana bu joyda uchburchak ichki burchaklarni qo'llab qo'ysak yetarli. Yoki buni bu tarafga davom ettirsak ham bo'ladi. Farqi yo'q ustozlar. Bu hammasi biz o'zimizning qo'limizda. Isbotini ko'rsatdim, yozaman. 110 teng 19 plus 56 plus x. 110 teng hisoblasam 75 plus x. 110 dan 75 ta ayiradigan bo'lsak 35 qolar ekan ustozlar. Ikkinchi savolimizning javobi 35 bo'lar ekan. Bizada B javobda bu. Davom etamiz. Uchinchi masala. AB'si burchak 135 gradus ekan. DB B'ga perpendikulyar, AD 2 3 deyapti. Xo'p, endi mana bu burchak alfa bo'lsin. Mana bo'yagan burchak, shu ko'kda yozay. Shu burchagimiz alfa bo'lsin. Bizda mana bu burchagimiz 135 edi. Demak 45 minus alfa qoldi. Endi ustozlar, mana bu uchburchagim teng yonli to'g'ri burchakli bo'lganligi uchun 45 45 93 burchagi bo'ladimi? Bo'ladi. Bu 45. Bu ham 45. Undan ko'rinadiki, bu bilan buni yig'intisi 45 bo'lishi uchun bu burchak alfa bo'lishi kerak. Mana bu burchak 45 minus alfa bo'lishi kerak. Ya'ni
chizgan uchburchaklar misollar o'xshash bo'ladi. Ajralib turish uchun alohida chizyapman. Mana. Xo'p, bu A ga teng bo'lsin, bu ham A ga teng bo'lsin. A, B da uchburchakda alfani qarshisida 2 bor. Bu uchburchagimiz alfani qarshisida A bor. Keyingisida 45 minus alfani qarshisida A bor, bu yoqda 3 bor. Bundan A kvadrat topadigan bo'lsam 6 ga teng proporsiyadan topdim. Endi x kvadrat nimaga teng? X kvadratim A kvadrat plus A kvadratga teng. X kvadrat 2A kvadratga teng. X kvadratimiz 2 ko'paytirilgan A kvadrat, ya'ni 6. 2 kere 6 12 ga teng. X kvadratimiz 12 ga teng bo'lsa, x'imiz bundan 2 yil sayrashga teng bo'lar ekan so'zlar. Irratsionallikdan iloji boricha sonini chiqarik ildizdan. Bu bizada E javobda turibdi. Burchakdan chiqarilgan masala edi. Xo'p, keyingi misolga davom etamiz. To'rtinchi masala. A bu uchburchak, A bu 12, A bu 6, B bu 2 alfa bo'lsa, alfa qancha? Xo'p, ustozlar, bunaqa tipdagi misollarda har doim qo'shimcha chizma chiziladi. Va u qanday chiziladi degan savol bor. Xo'p, alfaga 2 alfa kelganligi uchun yoki tashqaridan yoki ichkaridan teng yonli uchburchaklar chiziladi ustozlar. Men mana bu 2 alfa bo'lganligi uchun, mana bu alfaga bog'lash uchun S dan AB ga kesma o'tkazaman. Bu P nuqta bo'lsin va alfa burchak qadar oldim. BP ning P'siga teng bo'lishi uchun ustozlar. Endi buni A desam, bu ham A ga teng, to'g'rimi? Endi uchburchakning ikkita ichki burchagi uchinchisining tashqisiga teng. Bu 2 alfa. To'g'rimi? 2 alfa bo'ldi. Ana endi xo'p, A'si P'siga teng bo'lib qoldimi mana? Chunki mana 2 alfa bo'lganligi uchun teng yonli uchburchakning asosidagi burchaklar teng bo'ladi. Demak, A 6 ga teng ekan. Endi A ni o'chiraman, joyiga 6 yozaman. Men 6 yozdim. Endi so'zlar. A bizda jam 12 edi-ku. BP ga 6 bo'lsa, AP ga 6 qoladi. Ha, mana bu uchburchagimiz qanday uchburchak bo'lib qoldi? Muntazam, chunki hamma tomon teng bo'lgan uchburchak muntazam uchburchak. Demak, har bitta burchagimiz 60 gradusga teng. 2 alfa 60 ga teng bo'ladigan bo'lsa, alfamiz 30 gradusga teng bo'ladi so'zlar. Bu bizada C javobda. Xo'p, bu birinchi usul. Endi qo'ldan kelgancha qo'shimcha usullarni ham ko'rsatib beraman so'zlar. Endi tashqaridan chizmoqchiman. Asliga teng kesma chiqaraman. Bu P nuqta bo'lsin. Bu 6 ga teng bo'lsin. Tutashtiraman. Ikkita bir xil burchakda yig'indisi 2 alfa ga teng bo'lsa, uni har bittasi alfadan bo'lgan. Mana alfa. Xo'p, endi P'si B'siga teng. Chunki teng yonli burchaklar asosidagi burchaklar bir-biriga teng bo'ladi. Xo'p, teng yonli burchaklar asosiga tushgan mediana balandlik o'stirsa bo'lardi. Bundan balandlik tashlayman. Bu H nuqta bo'lsin. BP'im jam 18 da yarmidan bo'lsa 3 qoladi, bu joyga 3 qoladi. Endi mana bu joyga e'tibor qilsam misollar. To'g'ri burchakli uchburchakda bitta katet 3, gipotenuza 6. Demak, 30 gradusli qarshisa katet gipotenuzaning yarmiga teng. Demak, 2 alfaga necha gradus qoladi? 60 gradus. Bundan alfani topsak 30 gradusga teng bo'lar ekan so'zlar. Bu ikkinchi xil yechim. Endi qo'shimcha chizmalar tortib ko'ramiz. Qo'ldan kelgancha yangi usul bo'ladigan so'zlar. Men ham ishlab ko'rganim yo'q. Ko'rsatib beraman. Endigi usulda AB ga teng kesma chiqarib ko'raman.
o'xshamasa ham endi p bo'lsa tutashtiramiz. AP ABga teng. Demak, bu 12 ga teng. Demak, bu burchagimiz alfa, bu ham alfaga teng bo'ladi ustozlar. Endi shu burchakni beta desam nima bo'ladi? E'tibor qilamiz ustozlar. Alfa, beta, 2 alfa. Beta, 2 alfa, alfa. Demak, o'xshash uchburchaklar hosil bo'ldi bizda. Buni M deb olaman. Kichkina uchburchakda 2 alfaning qarshisida M bor. Kattasida 2 alfaning qarshisida 18 bor. Kichigida alfaning qarshisida 6 bor, kattasida M bor. Buni hisoblaydigan bo'lsak, M kvadrat teng 18 da 3 kare 6 deyman, ko'paytirilgan 6. M teng 6/3. M 6/3 ga teng ekan. Endi shu ustozlar, mana bu uchburchakda Pifagor teoremasini qo'llasak, mana bu beta 90 gradusga teng bo'lib qoladi. Alfa 30 gradusga teng bo'lib qoladi. Bundan ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki ustozlar, mana bu b-ni a deb Bistrisa formasi orqali ham chiqarib kelsa bo'ladi bu misolda. Bu o'zingiz xohishlaringizga ko'ra. 4 xil usul bo'lar ekan, lekin asosiy ma'nosini bilib olsak ustozlar, o'xshashlik yoki teng yonish uchburchaklar yasash bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi bu yechimlar. Keyingi misolga o'tamiz. A bu uchburchagida 4a ga 3k bo'ladi. Ya'ni ak ni 3a desam, kb'im 4a bo'ladi. A'ni 3b desam, l'si 2b bo'ladi. KLB'si 152 bo'lsa, A bu uchburchak yuzini toping. Xo'p, endi ustozlar bizda bo'yalgan sohani yuzini bergan, A bu uchburchak yuzini toping deb savol bergan. Xo'p, buni hamma o'ziga qulay usulda ishlashi mumkin. L bilan B ni yoki K bilan S ni birlashtirsa juda qulay chiqib keladi masalan. Kelinglar biz K bilan S ni birlashtiramiz. Endi ustozlar shunday nisbat olishimiz kerakki, mana bu 2b, 3b ni yuzalarni qo'shganimizda 3 ga karrali son bo'lsin. Chunki 3 ga bog'lagan nisbat olamiz. Men AK'li uchburchakda yuzini 9a deb olaman. 9a. Endi A'li 3, L'si 2. Tomonlar nisbati yuzalar nisbatiga teng. 9a bo'lsa, bu 3 bo'lsa, ya'ni 3a'lik yuza qoladi. Demak, bu joyga 6a'lik yuza qolgan ekan. Nisbatini qo'llaymiz. 9a ning 3 bo'lgan nisbati, 6a ning 2 bo'lgan nisbati. 3ligicha qolyapti. Endi ustozlar, mana bu uchburchakda 15a ni bu 3 ga bo'largan bo'lsak, 5a 5 bo'ladi. Ya'ni 5a dan to'g'ri kelar ekan. Endi shuni 4 ga ko'paytirsak, 20 a'lik yuza hosil bo'lar ekan. Bizda bo'yalgan sohaning yuzini 52 degan, ya'ni 26a'im 52 bo'largan bo'lsa, bundan a'im 2 ga teng. Xo'p, a 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, uchburchakning yuzi 35a ga teng. Buni hisoblasak 70 ga teng bo'ladi ustozlar. Bu bizada B javobda. Oddiygina xossadan chiqib keladi yoki sinus orqali hisoblasa ham chiqib keladi. A burchakda alfa deb olsa. Davom etamiz. 6-masala. Xo'p, bo'yalgan sohaning yuzini toping degan berilganlar bor. Xo'p, kelinglar K bilan buni birlashtirsam. Bo'yalgan sohaning yuzini toping degan ekan. Xo'p, endi S ning L biga nisbati 2/1 bo'lganligi uchun bu yuzani 2a deyman.
keli buning yuzini a deyman. Yuzalardan nisbati 1/3gacha qolay kelasida ham. Shu uchburchak yuzini topmoqchi bo'lsam, balandligi 3 bo'ladi, asosi 4/2 bo'ladi. 3a deyman. 3 ko'paytirilgan 4/2 taqsim 2 ga teng. Bundan 3 lar qisqarsa, a'im 2/2 ga teng. Bizdan 2 ni so'ragan. 2 a'imiz 4/2 ga teng ekan. Bu bizada C javob so'raladi. Xo'p, davom etamiz. 7-masala. ABC'da 4 deyapti. AK KB'ga, DLLS'ga, AD 6, BC 10 bo'lsa, X ning oladigan kaç farklı tam sayı degeri var? Ya'ni nechta butun qiymati bor demoqchi ustozlar. Xo'p, endi bunday tipdagi misollarda o'rta nuqta berdimi? O'rta chiziq bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. B bilan D ni tutashtiraman. Mana shu nuqta o'rta nuqta bo'lsin. Q bilan tutashtiraman. P nuqta bo'lsin. AD ning yarmiga teng bo'ladi. PK demak bu 3 ga teng. Endi P o'rta nuqta, L o'rta nuqta tutashtiramiz. Bu P leyimiz B sini yarmiga teng, chunki o'rta nuqta demak bu 5 ga teng. Endi shu P K uchburchak chizaman. Yozaman. 5 minus 3 x 5 plus 3. Nechta son bor? 3, 4, 5, 6, 7. 5 ta son bor ekan, natural son. Yoki shuni A bilan S ni tutashtirib ham ishlab ko'rsa chiqadi ustozlar. Uni farqi yo'q. Oddiygina uchburchak tengsizligi olib keldik, oxirida ishlab qo'ydik. Boshqa usuli menimcha juda uzun bo'lib ketadi. Uchburchak tengsizligiga oid masala edi bu. Davom etamiz. 8-masala. ABC'da 4 deyapti. Perpendikulyarlar berilgan. AB 8, B 4, AD 7 ga teng bo'lsa, X ni toping. DC ni A desam, DE ni B desam. AD ham B ga teng. EDC'da Pifagor yozaman. A kvadrat plus X kvadrat teng B kvadrat. B bilan D ni tutashtiraman. Bu M ga teng bo'lsin. A kvadrat plus X plus 4 ning kvadrati M kvadratga teng. Endi ABD da yozsam B kvadrat plus 8 ning kvadrati M kvadratga teng. Endi M kvadrat joyiga borib qo'yaman. A kvadrat plus X plus 4 ning kvadrati teng B kvadrat plus 64. Endi B kvadrat joyiga mana buni olib qo'yaman. A kvadrat plus X kvadrat plus 8x plus 16 teng B kvadrat joyiga qo'ysam A kvadrat plus X kvadrat plus 64. A kvadratlar ketadi, X kvadratlar ketadi. 8x plus 16 64 ga teng. Buni 8x'imiz 48 ga teng. Hisoblasak x'imiz 6 ga teng chiqar ekan. İşte Pifagor teoremasi qo'lladik. Misolimiz osongina chiqib keldi. Davom etamiz. 9. ABC'da düzgün beşgeninde köşelerin kesimleri ile iç bölgesinde taral düzgün beşgen çizilmiş. Yani muntazam beşburchak berilgan, uni ichkarisida yana bitta muntazam beşburchak hosil bo'lgan ekan, kesishmasdan. Chiroyli shakl ekan. Bizga aytayapti, ABCD beşgenning bo'yalganga perimetrlar nisbati. Ustozlar, bu attestatsiya, milliy sertifikat imtihonida tushgan savollardan, unda faqat tomoni berilgandi. Xo'p, kattalashtiraman. Bu burchagi 36 dan bo'ladi. Bu 72, 72,
36. Bu ham 72, 72, 36. Buni hamma biladi menimcha, maydalab yozmasam ham. Endi kattasini tomon a ga teng bo'lsin. Bu b ga teng bo'lsa, bu ham b ga teng. Xo'p, bu s bo'lsa, bu ham s, bu ham b. Endi o'xshashlik qilaman ustozlar. Mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchak o'xshash. Kattasi 36 ni qarshisida b bor, kichigida s bor. Kattasi 72 ni qarshisida a bor, bu yoqda b bor. Demak, b kvadrat a s ga teng. Bestirishdan qo'llayman. B kvadrat AB minus BS. Mana bu uchburchakni bestirishda qo'lladim. Bestirsa o'zi topish. B kvadrat joyiga b ga bo'lib yuborsak nima bo'ladi? B ga bo'lib yuborsam b teng a minus s. Kvadratga oshirib yuborsam b kvadrat teng a kvadrat minus 2ac plus s kvadrat. B kvadrat joyiga a ni qo'ysam yozaman a kvadrat minus 3ac plus s kvadrat teng 0. S kvadratga bo'laman. A taqsim s ning kvadrati minus 3a taqsim s plus 1 teng 0. Shu a taqsim s x ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizdan o'zi shuni so'ragan. X kvadrat minus 3a plus 1 teng 0. X bo'ladi. X 1 ekan topadigan bo'lsak 3 plus minus ilistagida 9 minus 4 taqsim 2. X 1 ga teng 3 plus minus 5 taqsim 2. Ilistagida 5 bo'ladi. Xo'p, endi bizda javobda qaysi bor? Bizda A javobda bor ekan. 3 plus ilistagida 5 taqsim 2. Shunday ko'rinishda ishlasa osongina chiqadigan masala bu so'zlar. Keyingisiga o'tamiz. 10. ABC'da bir trapetsiya, DC AB'ga parallel. ABC 50. AB'dan A'ni ayirganim DC'ga teng ekan. Kelinglar A'dan A desam, DC'ni B desam, AB A plus B ga teng bo'lsin. Kelinglar C'dan parallel tushirsam, bu P. SP AD'ga parallel bo'lsin. Parallel bo'lsa, bu parallelogram bo'lib qoladi. Chunki qarama-qarshi tomonlar teng va parallel. DC va AB parallelligini bilamiz. Demak, AP B ga teng, SP A ga teng. AB yemenda jami A plus B ga teng edi, P B ga A qoldi. Mana bu joyda SP BP ga teng bo'lib qoldi. Teng yonish burchayi bor bizda. Demak, bu joy 50 gradus bo'ladi. Parallellikdan bu burchakka teng. Bir plus uchburchakda ichki burchaklar yonsini qo'llaydigan bo'lsak, x'imiz 80 gradusga teng bo'lar ekan. Davom etamiz. 11. ABCD kvadrat f7 f5 bo'lsa dfx qancha? Buni aytibdagi misollarda sizlar har doim uchburchak kvadrat tashqarisidan teng uchburchaklar hosil qilish kerak. Endi A dan chiqaramanda D dan tushiraman balandlik. Buni alfa desam, buni beta desam, bu 90, bu alfa, bu beta. 90 gradus qarshi ikkalasining kvadrat tomoni bo'lgani uchun bu uchburchaklar teng bo'ladi. Bu P nuqta bo'lsin. Endi alfaning qarshisida bilmaymiz. Betaning qarshisi 12 bo'lgani uchun betaning qarshisi 12 bo'lishi kerak mana. Mana. Endi bu ham 90, 90, 90, 90 gradus bo'lgani uchun bu to'g'ri burchak bo'lib qoladi. To'g'ri burchakda qarama-qarshi tomonlar bir-biriga o'zaro teng bo'ladi. Xo'p, betaning qarshisi yoki alfaning qarshisi.
Bu 12 bo'ldi. Endi alfaning qarshisi a bo'largan bo'lsa, bu yerda alfaning qarshisi ham a bo'lishi kerak. Endi qarama-qarshi tengligidan a 7 ga teng, bu ham 7 ga teng. Ikkalasini qo'shsak 19 ga teng bo'ladi dostlar. Bu D javobda. Xo'p, davom etamiz. 12-masala. ABCD va EFKlar bir kvadrat. AE 5, AF 2, FB 7 bo'largan bo'lsa, x'ni toping. Xo'p, F burchagida alfa desam, bu burchak beta bo'lsin. Bu 90 gradusga teng, bu alfa bo'ladi. Majbur, chunki yoq burchak 180 gradus bo'lishi kerak. L dan perpendikulyar tashlayman. Natijada bu uch burchagimda 90 gradus qarshisida bir kvadrat tomoni, bu yerning kvadrat tomoni. Bu burchagim beta bo'lishga majbur bo'ladi. Alfaning qarshisi 5 bo'lsa, bu yerda ham alfaning qarshisi 5 bo'lishi kerak. Mana 5. Betaning qarshisi 2 bo'lsa, bu 2. Kvadrat tomon jami 9 edi. Bu joyga 2 qoldi. Demak, shu yerda Pifagor teoremasi qo'llasa yetarli. X kvadrat teng 25 plus 4. Bu bizada B javobda turibdi. Davom etamiz. Xo'p, 13-masala. ABCD kvadrat AK kessiga teng LCD 2. Bizdan alfa burchagi toping degan. So'zlar. Mana shu uchburchakda mana bunday holatda yopishtiraman. Qaytaraman. Mana bu uchburchakda mana bunday holatda yopishtiraman. Bu alfa bo'lsin, bu beta bo'lsin. Men alfa burchak olib bu joydan yopishtiraman. Bu P nuqta bo'lsin, bu alfa burchak bo'ladi. BK kesma BP ga o'tadi. AK imiz P ga o'tadi. Listakdek. Tutashtiraman K bilan P ni. Bu 90 gradus. Ikkita katet bor. Demak, gipotenuzda iltidek marta katta bo'ladi. Mana iltidek. Mana KP'si bizda muntazam sho'rcha chiqdi. Biz mana bu burchak so'ragan. Ya'ni mana bu burchak topsak yetarli. Biz topdik, chunki mana bu bo'yagan burchagim 45-45-93 burchagidan. Bu 45 ga teng bo'ladi. Bu bizada hisoblasak 105 ga teng bo'ladi sizlar. Xo'p, davom etamiz. ABCD parallelogramda DE dan 2 marta katta. E ni A desam DE 2. Endi FB ni B desam AB'im B, AF'im AB'im 5 bo'lar ekan, AF'ga 4 qolar ekan. 4 qolar ekan. Xo'p, bizdan DKning DF'ga nisbati. Demak, BSga 3A bo'ladi, DSga 5B bo'ladi. Xo'p, endi E ni chiqaraman va A dan tutashtiraman. Shu joyda A ning 2 ga nisbati 1/2 ligidan 5B bo'lsa, bu P nuqtaga kelsam, bu 2,5 B degani. Chunki shunda nisbati 1/2 bo'ladi.
Ana endi dk ning kfiga nisbatini topish uchun nima qilamiz? Buni m, buni n desam, m ning m plus n ga nisbatini so'rayapti bizdan. O'xshashlik qilaman mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchakda. Xo'p, 5b ning 6,5 b ga nisbati m taqsim n ga teng. Soddalashtiraman. 50 taqsim 65 m taqsim n. 5 ga bo'lsam 10 taqsim 13. Buni n ga bo'lib yuboramiz surat mahrajini. M taqsim n plus 1. Yozaman 10 taqsim 13. Mahraji 10 taqsim 13 plus 1. 10 taqsim 13 taqsim 23 taqsim 13. Endi 13 ta qisqasi 10 taqsim 23 degan javob qolar ekan. Bu bizada D javobda. Davom etamiz. 15. Juda chiroyli masalalardan geometriyada hop parallelogram berilgan a e b ga teng, b f f c ga teng bo'lsa, hop trapetsiyasi 96 ga teng bo'lsa, bo'yalgan sohazni toping. Hop, endi ustozlar maydalab tushuntiraman. Mana bu uchburchagiga e'tibor qilamiz. Sf ning a degan nisbati 1/2. FB ham A ga teng-da. Qarama-qarshi tomonlar tengligidan. Endi AE ning D ga nisbati ham 2/1. Ya'ni AE ni B deydigan bo'lsam, EB ham B ga teng, D ham 2B ga teng. O'xshashlikdan 1/2 ga teng. Ikkita tomon nisbati ham. Shuning uchun AK KL-ga teng bo'ladi. Buni isbotlab ko'rsangizlar bo'ladi. Isbot sizlarga bo'ladi. Men tengligini aytib ketaman. Bu teng, bu teng, bu teng. Endi bu 2n bo'lsin, bu 2n bo'lsin, bu ham 2n bo'ladigan bo'lsa, mana bu AC'imiz F uchun, F AC uchun o'rta chiziq bo'lib qoladi, demak. F ga 3n qoladi. O'xshashlik qilaman. Xo'p, buni 4A desam, bu 5A ga teng. Chunki DKL ning yuzining DF ga nisbati 2n taqsim 3n ning qavs kvadratiga teng. Shundan 4A 5A deb oldim. DKL ning yuzi 2 ning kvadratidan 4A bo'ladigan bo'lsa, DF niki 9 bo'ladi. Lekin biz DKL ni chiqarib tashlasak, KLF ga 5 qoladi. Endi bizdan KFLF qancha birim karedir deb so'rayapti. DKL ning yuziga DAK ning yuzi ham teng. Mana. DLsi ham teng. ADS ning yuzi parallelogram yuzining yarmiga teng. Demak, 12 bo'lsa 24 A 96 ga teng. A 4 ga teng. 5 ayimiz 20 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, davom etamiz. 16. Shakldagi aylanada tilda mana perpendikulyar berilganlardan foydalanib alfa burchagi toping. Endi mana loy, mana bu mana yoy ustozlar alfa va 3x - 10 ga tirilgan. Demak, alfamiz 3x - 10. Xo'p, alfa plus 2x - 10 bu 90 ga teng. Alfani joyiga qo'yaman. 3x - 10 plus 2x - 10 teng 90. 5x teng 110 bo'ladi. Bundan x'imiz 22 bo'ladi. Bizdan alfani so'ragan. Alfani topadigan bo'lsak, 3 ko'paytirilgan 22 minus 10. 56 gradus bo'lar ekan.
Davom etamiz. 17. Shakldagi aylanada a, b, c da kvadrat x, y bo'lsa, x, y to'plamini toping. Zo'r usul ustozlar, mana buni tutashtirib qo'yaman. Chunki AC diametr bo'lishga majbur. D burchak 90 gradus bo'lganligidan. Endi AE yoyimga qarayman. X burchakka tirilgan, shu AE yoyim mana bu burchakka ham tirilgan. Bitta yo'lga tirilgan burchaklar tengligidan bu burchagim x ga teng bo'ladi. Bizdan x plus y so'ragan, bu 45 gradusga teng. Chunki d kvadrat diagonal burchak teng 2 bo'ladi. Bu zaten E javobda. 18. Shakldagi A1 va A2 markaziy aylanlar berilgan. K nuqtada o'rinlar bo'lsa, x qancha? Kelingizlar, A2 ni A desam, A1 keyim 3A ga teng. A2 buni tutashtiraman. Bu ham A ga teng. Xuddi shunday ravishda tutashtiraman bu tarafga. P bo'lsin. Bu ham A ga teng, AP. Chunki to'g'ri burchak hosil bo'lyapti. P A2 AB. Endi A1 K ning radiusi kichikdan 3 marta katta edi-ku. Demak, A1 P ga 2A lik qoldi. Mana 2A qoldi. Qaraymiz. 2A 4A. 30 gradusga qarshi sakat hipotenuzdan yarmiga teng. Demak, x ga o'z-o'zidan 60 gradus qolar ekan. Xo'p, davom etamiz. BD BADga, BCCDga deyapti. X ni toping. Endi ustozlar oldin ham aytganman. Qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 bo'ladigan bo'lsa, bunga tashqi aylana chizish mumkin. Mana bunday holatda aylana o'tadi. Bu burchak bilan bu burchak teng. Mana bitta burchakka teng bo'lib qolar ekan. 3x plus 20 plus 2x teng 90. 5x plus 20 90 ga teng. 5x 70 ga teng. X'imiz 14 ga teng bo'lar ekan. Bu misolimizda yechimi shunday bo'ladi. Aylanadan boshqa usulni men bilmadim ustozlar, eng qulayi shu aylana. Davom etamiz. 20 juda zo'r masalalardan. Xo'p, BD yoy DC yoyga teng. Mana BD yoy DC yoyga teng. A burchagi tashqisi 60 gradus. Gradus bu tarafdan qo'llash mumkin yoki bu tarafdan. Bizga foyda beradigani A'dan bo'ladi. Ya'ni A'dan chiqaraman. A'ni chiqaraman. Uni tutashtiraman. Endi ustozlar, yoyiq burchakdan bu 60 gradusga teng bo'ladimi? A markaz bo'lgandan keyin bu P bo'ladigan bo'lsa, PC ham 60 gradusga teng. Endi natijada markaziy burchak bo'lganligi uchun BC yoyim 120 ga teng bo'ladigan bo'lsa, BD, DC, PC yoylar teng bo'ladi. Men D bilan A ni birlashtirsam, ikkalasi ham radius, bu ham 60 gradus, bu ham 60 gradus. D bilan tutashtiraman. Natijada DC BP ga parallel bo'lib qoladi. Mana bu bo'yalgan sohamni yuzi bilan mana bu ushbu burchak yuzi teng bo'lib qoladi. A deyman. 60 ning 360 ga nisbati. Chunki 60 gradusga bo'lagini olyapmiz. Pi r kvadrat radiusi 18 kvadrat 324. A teng 1/6 pi ko'paytirilgan 324. A ni topadigan bo'lsak 54 pi degan javob chiqar ekan. Bu bizada E javobda turibdi ustozlar. Davom etamiz. 21. Taban markazi va yuksekliklar ayni olan ichi verilmiş. Xo'p, ikkita silindr berilgan.
diqqatini eshittir. Birinchisining radiusi A bo'ladigan bo'lsa, kattasiniki 2A ekan. Demak, bu yog'i ham A. R1 A ga teng, R 2A ga teng. Xo'p, biz aytayapti, silindrlarning orasida bo'sh qolgan hajm 48 bo'lsa deyapti. Ichdagi silindrning hajmi, ichkaridagi silindr hajmini toping deyapti. Kattasinikini V1 desam, PR kvadrat, ya'ni 4A kvadrat H. Kichiginiki V2 bo'lsin, PR kvadrat H. Farqi 48 pi deyapti. Ya'ni 48 birim kub deyapti. 4pi kvadrat H minus pi kvadrat H. 48. Ayiradigan bo'lsak 3pi kvadrat H 48 ga teng. Pi kvadrat H topsak 16 ga teng. Bizdan kichik silindrning hajmini so'rayapti. Ya'ni asos A bo'lsa, bo'laniga H bo'lsa, pi kvadrat H bo'ladi. Bu bizada C javobda turibdi so'zlar. Davom etamiz. Shakldagi dik konida aytayapti, SD chapli doira paralleldir. Xo'p, berilgan ekan, yuqoridagi verilarga ko'ra buyuk konning kichik konning hajmi nisbati kaçdir. Ya'ni nisbatlar farqini so'rayapti. P ni A deydigan bo'lsam, AC ham 2 ga teng. Demak, o'xshashlik qilsa 1/3 degan nisbatni berar ekan. 1/3. Buni A desam, bu ham A ga teng, bu 3A ga teng, bu ham 3A ga teng. B bo'lsin bu. Xo'p, endi balandliklarini qanday topamiz? Mana buning balandligi H bo'lsin. A ning 3A ga nisbati bu H bo'ladigan bo'lsa, qolgan joyiga 2H qoladi. 2H qoladi. Demak, kichik silindrning hajmi V1 bo'ladigan bo'lsa, 1/3 pi R kvadrat radiusi B ga teng, B kvadrat H 2H ga teng. Katta konusniki V2 teng 1/3 pi R kvadrat, ya'ni 3 buning kvadrati 9B kvadrat H, ya'ni 3H ga teng. Nisbat oladigan bo'lsak, 1/3lar ketadi, B kvadratlar ketadi, H'lar ketadi. 1/V2 2/27 ga teng bo'ladi. Xo'p, yoki kichigini so'ragan biza, kattasini kichigiga deyapti. V2 ning V1 ga nisbati 27/2 bo'ladi so'zlar. Bu bugungi testlarimizning yechimlari edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.